Andijon viloyati Izboskan tumanida joylashgan binolarning birida chaqnash sodir bo'lganligi haqida tezkor xabar kelib tushdi. Biz voqea joyiga yetib borib, vaziyatni darhol o'rganishga kirishdik. Holat haqida aniqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun rasmiylarga yuzlandik. Joriy yilning 31-mart kuni taxminan soat 12:19 larda Andijon viloyati Izboskan tumani Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan masjidlarning birida birlamchi ma'lumotlarga ko'ra chaqnash hodisasi sodir bo'lganligi to'g'risida Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Xabarga asosan zudlik bilan viloyat hokimligi, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va boshqa mas'ul rahbarlar ishtirokida voqea joyiga yetib kelgan va vaziyat to'liq nazoratga olingan. Rasmiylar taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, chaqnash oqibatida 3 kishi vafot etgan. Dastlabki ma'lumotlarda 6 nafar fuqaro tan jarohati olganligi to'g'risida ma'lumot berilgan bo'lsa, hozirda ularning soni 9 nafar ekanligi aniqlandi. Ularga malakali tez tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida shifoxonalarga yotqizilgan. Qo'shimcha ma'lumotlar ma'lum qilinadi. Xavfsizlik qoidalariga amal qiling, zero ehtiyotkorlik siz u bizni turli falokatlardan asraydi.